Assalomu alaykum. Baliq ishqibozlari. Mana bugun yana biz keldik. Xudo xolasa boshlab oldik. Hozir bitta qarmoqni otib qo'ydim. Hashta turibdi. Ya, xudo xolasa kech keldik, sal soat 4lar atrofida keldik. Xudo xolasa og'aynim yonimda o'tiribdi. Bitta pochin ishladi, xudo xolasa. Laqqa kunduzkuni ham laqqa urishini endi ko'rishim. Shukr. Kelib qoldik mana. Oila o'rtoqlarim bilan shu orada ovoz tashladik mana. Ko'patmay urdi. Ozgina. Bir 3-4 minut orasida urib qoldi, yaxshi. Shukr. Bizni kuzatishda davom ettiringlar. Kuzatayotganlarga, obuna bo'layotganlarga kattakon rahmat. Omonlikda ko'rishamiz, xudo xolasa. Natijani xudo xolasa endi ko'rsatib boramiz. Hozircha bittasini bu yoqqa tashladik. Bittasiga makkayi, bittasiga cho'lchang osib tashladik ekan, xudo xolasa. Va natijani ko'ramiz, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi bo'lar degan umiddamiz endi. Ariq lekin zo'r. Mutni ariq yaxshi. Do'stlar, mana balg'a kelganimizda ikkita kuchukcha tushib olib turib, mazaq cho'milyapti. Gap bo'lishi mumkin. Bu issiqda odam qurib ketyapti. Bu itlar qanday deydi hayvonlar. Issiqqa. Ya Rabbi. Ariq zo'r. İnşallah bugün natija bo'lishi kerak. Ajoyib. Aziz do'stlar, mana hozir boshqa ariqqa keldik. Hozir yaxshigina tortdi, zo'r tortdi-yu, shoshilib qoldim. Mana shuni zo'r tortdi. Sazanidi, zo'r sazanidi. Zakkoni tortdi-da. Shoshilib qoldim faqat. Tasmatga qo'ydim mana. Ekansin bu tarafga, xudo xolasa. Yaxshi tortdi lekin. Bu qani. Bismillah. Maşallah. Davay. Ha do'stlar, hozir ulgurmay qoldim. Buni unga rasa zo'ri tushdi. Bir ikkilalik surov ketib qoldi, uspet qila olmay qoldim. Voy. Ajoyib bor edi. Qochirib qo'ydim-da. Sal kech qoldim. Mana qarmoqni qo'yib bo'lgunimcha qo'yaman degan cho'ji buni tortib olib ketib qoldi-da. Kech qoldim. Hozirim sekin tortyapti endi. Qani ariqda almashtirganimizga bilmayman, yaxshi joy ekan. Hali bu joyda biz ham bilmaymiz. Yaxshi urib qolsa kerak, xudo xolasa. Qani oxirida natijani ko'rsatamiz. Hozir telefonda olyapman, xafa bo'lmaysizlar. Shtativ esdan chiqib ketib qolibdi-da, bo'lmasam yoqib qo'yardim. Hadeb yoqib o'chirib o'zimga noqulay bo'lib qolyapti. Shtativim esimdan chiqib ketib qolibdi, lekin
Ajoyib, mana shu hozir sherigim zo'rini oldi. 1 kiloga yaqin laqa oldi. Yaxshi joylar ekan, xudo xolasa qilamiz. Keyingisida addushi bo'lib, xudo xolasa inshaalloh yaxshi tayyorgarlik bilan kelamiz deb umiddaman. Xudo xolasa. Va Allohdan endi aniq bo'ladi deb ayta olmayman. Juda ham ajoyib. Ajoyib tortdi. Hozir tortishni boshladi mana shu. Ajoyib tortdi lekin. Ajoyib tortdi. Mana buni ham ajoyib tortdi. Qani xudo xolasa deb endi. Alloh senga olsin. Ber ajoyibini bir qo'lingga. Ya Allah, senga hamdlar bo'lsin. Bo'sh o'tirmak deb birozgina suhbatlashamiz endi xudo xolasa. Dildan suhbat deydi. Men aytgancha bizni kuzatayotganlarga, menga obuna bo'layotganlarga kattakon rahmat deyman. Alloh rozi bo'lsin. Обязательно. Obuna bo'lib qolishim esdan chiqmasin inshaalloh. Hammalaringdan so'rab qo'yardim. Kuzatib o'tirganlardan. Natija bo'lsa bo'lmasa inshaalloh. Endi ov deb qo'yibdi buni. Bitta o'zi ham xudo xolasa. Yaxshisi bo'lsa Allohga osonda men ol qo'lim deb bir berib ham qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Rizqda rizq. Lekin ariq rosa zo'r ekan. Ariq juda ham zo'r. Bu ariqni taniganlar bo'lsa kerak menimcha. Do'stlar, buni qaranglar, bu nima deyapti? Yo Alloh, zo'rg'a chiqarib oldik-ey. Mashalloh. Buni kattaligini qaranglar. Allohga shukr. Ya Rabbim. Kamol. Keling endi. Yo, ololmayman men buni. Mashalloh. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Ya Rabbi, buni kattaligini qaranglar. Do'stlar, mana oyog'im qirikki. Mashalloh. Do'stlar, hozir mana aytibda qo'ydim qarmog'imda. Yana aytibda qo'ydim. Yaxshigina tortdi. Do'stlar, aytdim. Allohga osson deb ma'qulum deb aytdim. 1,5 kilo berib o'tiribdi-da inshaalloh mana. Mashalloh, gap yo'q. Shunday qarmoqni yugurtirib olib ketdi-yu. Beraman deganga beradi Alloh. Kuzatib borishni iltimos qilaman. Kuzatib borayotganlar sizlarga обязательно rahmat. Obuna bo'layotganlarga ham
Kattakon rahmat.